23-iyul Amerikaning Florida shtatidagi Tampa shahrida o'tkazilgan erkin mushlash chempionlik musobaqasida Amerika tavalligidagi kolumbiyalik mahir Geni Herrera sahnaga Uyg'urlarga erkinlik degan mayka bilan chiqib, ularga erkinlik talab qilgan. Geni Herrera sahnaga Kolumbiya bayrog'ini ko'tarib, oldiga Uyg'urlarning ay yulduzliq Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan va Uyg'urlarga erkinlik degan xat yozilgan maykani kiyib chiqqan. Taratqularning xabar qilishicha, Geni Herrera bu musobaqa dunyoning har qaysi joylarida iztirob tortayotgan va ovozini anglatolmayotganlar uchundir. Men bu musobaqani yana bir kun hayot qilish uchun kurash qilayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi insonlarga bag'ishlayman. Uyg'urlarga erkinlik, Kubaga erkinlik, hozir zulm chekayotgan har bir insonga erkinlik degan. I just want to, give a shout out to the people in Uyghur, to all the Uyghurs, shout out to them. I know they're going through a hard time, and I just want them to know that I'm with them and I'm supporting them in their fight for freedom and for justice. Also to my people in Cuba, a shout out to every Cuban that's out there fighting for the same thing, for freedom, and to my people in Colombia and South America. Every human being is in a fight of their own, and I just want to show the support to all of them. Ma'lum bo'lishicha, Geni Herreraning bu jasur harakati Twitter, Facebook qatorliq taratqularda nurg'un qo'llashga erishgan. Shu kungi musobaqada Porto-Rikalik raqibi Abdul Vilazquez bilan mushtlashib, raqibini yengan Geni Herrera bu musobaqani Uyg'urlarga bag'ishlaydiganligini bildirgan. Bu yil 31 yoshli Herrera Amerikaning Kaliforniya shtatida tug'ilgan bo'lsa, lekin u Kolumbiyada cho'ng bo'lgan. Uning kasbiy mushlashchilik hayoti 2011 yilda boshlangan edi.